Sizlarning qiynaninglarmi mush kun chiqib bo'g'ichimcha uylarni, o'ylalarni tozalag'isi kelib ketamda qizlar. Mush qishdan chiqishim mayna turib ketib qolam, tozalab etgan bo'lsak deblar mush kunning chiqishi bilan o'ylab qo'g'ilibdi-da bizni. Qanday ahvolinglar do'stlar, yaxshimi? Men Taranch kelib Miyastardan hammanglarga o'tliq salomlar olsun. Chiqinglar, kelin qizlar bir g'aybat qilaylik. Sizlarning qiynaninglarmi mush kun chiqsa yoz keldi deb o'ylab olamda. Bu oy bilan munosabat yo'q-da mening qiynanam. Kun chiqsa yoz oldi deb o'ylaydi. Ma qanchincha oy, o oylar bilan faqat karimiz yo'q-da. Qo'lji balları biz muzlamay titraymiz. Uylarimizning parkiz tutib yaqin qirlaymiz deb mush avval biz mush o'zimizga qaramaymiz, uyimizga qaraymiz-da. Har qanday tozliqni pak-pakiz turtib etmay turib kiyim-kechak almashtirish, yasinish, aynakka qarash degan ishlar bizning uydan mavjud emas. Shuningizga qizlar, amir deganlar shu yotqandan chiqqan peti yuzimizni bir alman suvda chayqab qo'ygan peti biz qattiq tozliq qilyapmiz. Ey men adam bir o'ynaklar qarab qo'yay, men modaplan. Uyga kiribdi men ballar. Ancha-muncha yuz ko'zlarimizga may paylarni uribdi. Qandaroq maylar yaxshi sinibdimi? Ammo bu to'g'riliq hali baranglashaylik qizlar. Hozir tamoq etimiz juma. Yasansamni nega qoratdim? Voy bo'ldilar. Ismi Mosho, Turqum, Mosho deb juraydisa. Shunda chiroyli kirimlarimni qilib chiqsam, qiynanam piyozni tutqizib qo'ydi balam. To'g'ran aqlan tamoq tayyorlik qilaylik bo'lingadi. Uning bilan bugun qilgan chiroyli kirimimni mush qarqaznimiz ko'rdigan bo'ldi-da endi. Voy chiroyli qiynanam girimlarni qilib yosinib chiqsam bir yere borayli demaydigan qiynanam. Hech nega olmay tamoq etkizdiganlik qiynanam deb. Yalat içimde g'udrab tamoqlarni yetishni boshlab ketdim qizlar. Mush nurg'un do'stlarimiz biz sizni bek yaxshi ko'ramiz, filmlaringizni, ovozlaringizni shunchaki yaxshi ko'ramiz deb yozibdi. Rahmat, shunchalik meni yaxshi ko'rayotgan, meni qo'llayotgan barliq do'stlarimizga. Sizlar mush mening filmlarimni yaxshi ko'rdi deb qattiq qo'yajan bilan say to'g'ri o'tib, mush sayning go'shi ozib qoldimi, tamoqning go'shi bo'lganki nima bo'ldi qaranglar. O'tir quloq qilib urdim chaydoni. Dang'ir qilib tegivdi, quloq mengamdan tutilib chiqdi-da. Voy, o'tir quloqimdan chataq chiqdi. Yo'q, uzilib ketib qoldi dedim-da. Ammo biroz ochiqni keltirib qo'yib, qaysi quloqimni chiqaramayman-da. Chiqirdigan qulam ham chataq chiqdi. Chaqchaqib qo'ydim juma ballar, rostla meni o'tir qo'lni chiqirdiki, ochiq kelib qolsa deb o'ylab qolmanglar. Endi biz g'uljiliklar gapni, chaqchaqni ig'ir qilmiz emas. Shuni sizlarni bir kulib ketsin dedim-ku, kuldinglarmi qizlar? Shuning bilan bugungi tamoqning ximirini opam o'z jug'urbatida qiynanam bo'ldi. Keldim o'tirib turaman, men jug'uray dedi. Shuning bilan ma'qul deb filmni tatdim. Opam ximini jug'adi, men o'tirib sizlarga monch parang qilib barmajinim qizlar. Men mushu uyga kelin bo'lib kelgani necha yil bo'libdi do'stlar. Endi qiynatlarimning qo'llash asosida, ota-onamning, yo'ldishimning madad berish asosida men bugungi kunga kelaladim. Cho'nglarning madadi bilan, cho'nglarning xushalligi bilan, cho'nglarning roziligi bilan qilgan ishlar boshqacha bo'lar ekan do'stlar. Ota-onalarim qiynatlarimdan tatib, mendan shunchalik rozi bo'lganlar. Men bunda bir ish qilmoqchidim, opa dada yoki qiynata desam, "Voy siz qila olaysiz" deb menga madad beribdi. Shu madadlar bilan men kuchlandim, shu madadlar bilan men uyning, talaning o'disidan tang chiqa oladigan bir ayolga aylandim deb o'ylayman o'zimni do'stlar. Sizlar aytmoqchi bo'lgan tamoqimiz nima ekan desanglar, biz o'zimiz yemaydigan bir tamoq ekanda bu. Biz yemay boshqalarga beradigan tamoqimizga. Bugun opam qo'shnilarga tovoq qilib chiqartimiz balam dedi. Shu munosabat bilan biz shu ishlarni qilib chiqaramiz. Bu tovoqning ismi yoqqasam bo'lsa ekanda, yoqsamizmi, yoqsam bo'lsa ish qilib bir nima ekan. Ammo buni bayon qanday go'sht, piyoz, sabzi bilan qilib olamizki, avval qiymasini qo'rib, talaga chiqib muziltib qo'ymizga qizlar. Ondan shu ximirni duglar qilib, yo'g'on qilib odatdagidek yoyimizga, yeb mush cho'chor kesgan holatning cho'ngini qilamiz ekanda. Hozir cho'ng bir cho'chorning qiymasi oldi-da, mava ximir oldi-da. Shundan mava tayyorlab olgan, muziltib olgan qiymamizni bir qo'shiqdan silib, buni cho'rsini yapgandan keyin tüp-tügrek pishnasi yoki qiyg'oqcha deb opamning tugul tuplabasa qaranglar, shundan bir chiroyli gul chiqdi qaranglar bundan.
Opamning voy oppa qo'lingiz gulkan qo'y. Oshxonada manda tizib talalar qitib qo'y. Qanday aytadigan bu tamoqni degandim, asli manda aytadigan askanda bu deb. Mening atkim kelib ketdi bu tamoqni qaranglar. Bek yaxshi ko'ratdim-da, buni shunda fayz bo'ldi. Uning ustiga opamning manda tamoqlarga bek fayz bor-ku. O'qishda alaydi. Shunlashqa menda filmni tafsili ko'rsanglar, bilmaydigan do'stlar sizlar o'rganib olsizlar. Tavoq qilishqa, bir yerlarga opirishqa shunda mos kelgan tamoqlarning bir deydi-ku buni. Men yerlarda oralashib barmanda yinida o'tirib, opam ham qilaychu deb desa, bolam bu mehmonning tamoqi birsini egiz birsini fakat qilsangiz, egiz bas cho'ng kichik qo'ysangiz, sat turdi bola mehmonlarning oldiga apaga vaqtda to'g'ri tap-takshi. Ashunda bo'lsa, cho'ng kichik bo'lmasa, ananki mehmonning hurmat bo'ladi dedi. Shundan unda men mash besib beray apa, sen ham aql dedi shu cho'rlarni besib biraqur tayyor qilishmadi. Mening qig'im kektirganda bunda payz ishlarni-ku. Biroq men sal chatoqchi buzg'unchi bo'lg'ashqa, bunda ishlarni qildigan vaqtimda opam amal bo'lsa meni yinimga kelmas keladi deb o'ylaydi-da. Keldimli çapaqda xemeni ya maymaq chiqirib o'tib olgan, ya ko'mish qilib yutib o'tib olgan, mushta bir ish qilma. Shundan men astil taloq qo'g'libatdi. Ha qo'panga balam taloq chiqib siz qozon bishlarni etib bu tamoqni talab pishirmasak o'ynoq uchun may bo'ladi, bus bo'ladi dedi shuni olan. Voyga yana taloq chiqirgan ish chiqdi deb ko'napmi qolmay bu taloqda tamoq etib qollaman. Shuni olan ma qozon qo'mishlarni palg'uzim yana bir qatim choy qaymizg'u biz odatga aylanib ketgan bu ishlar bizga. Shuni o'tinlarni akilib o'tin sepib pishirib o'timiz balam buning ko'masi ishning ojiz yo'q dedi. Hamma qo'llab shunlar o'tinlarni silib maylarni tushitib qizdiryapman-da. Shuni olan bu tamoqni japatat o'zimiz qildik. Avval yemay turib o'zimiz bir tishlami ig'iz tegmay turib ananki mehmonlarga chiqirib o'tdim. Qo'shnilarga chiqirib o'timiz-kanda. Qo'shnilar tovoqni siz chiqing balam deb malani toza illib saatlarni bizga qo'ydi ekan. Chiroyliqlarini tanlaydi ekan texe. Chiroyliqlarini tanlab javurga selib men ba'dida men qo'shnilarga ochib qo'ydim. Elib mansam dedi qiynanam degandek ish yo'lda qaranglar qiziq. Balam dasturxonlar tushib qolmasın siz qo'shnilarni o'yiga ochib kelgicha deganda. Rost deganda qo'ltiqimni qisiblamasam dasturxonning bir chiti sanglab qopti. Opam "Ey bolam" deb kaynimdan chiqqan teshnolaylik dasturxondan sanglab qolgan yerini chigib, ravurs oddan olatda ching'at qilib tutib, qo'shnilarning oldiga ochib birib o'tib kirdimda, mana men opamning qiziyotgan. Shuni bilan bugungi tomoqlarni qo'shnilarga ochib o'tib, mana tovoqlarni qilib o'tib,